Assalomu alaykum, mana kuzatib borayotgan obunachalarim. Omona dunyoda umumiy qadrdonlarim. Bugungi obzorimiz Buxoro shahridan 8 va 34-maktab atrofida 5 etajli domning 1-etajda, buni Ferganskiy dom deyiladi. 1-etajda bir xonali kvartiramizni obzorga keldik. O'z obzorimizni ko'rsatib o'tamiz. Yana qolgan ma'lumotlarni sizga yetkazib. O'tirgan xonamiz bu, katta kengina xonamiz. Xonamiz cho'tka remontga qilingan, hozirgi zamonga qarab attachment remontga qilingan, patologimizdan tejov patolog qilingan va chiroyli svetillik qo'yilgan. E'tibor beringlar, chugunli radiatorlar qo'yilgan. Trezamiz cho'plik va reshetkalar qilib qo'yilgan. Orqa tomonda agregatimiz bor. Qadrdonlarim, eshiklarimiz cho'plik, yaxshi sifatli, baquvvat cho'plik ishlangan. Sifatli eshigimiz, yaxshi eshik, jelez eshiklardan qo'yilgan. Bu yoq esa perexodka qismimiz. Perexodkamizga bemalol perexod shkaf qo'ysangiz bo'ladi. Oyoq ostlarimiz hamma joyi pol qilingan, patologgacha kafil qilingan sanuzelimiz. Bu yoq esa bizning kuxna qismimiz. Kuxnamiz ham kengina normal, bemalol kuxnaga qilib joylab qilib o'zingiz uchun sharoit taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Xaladini qoladi. Kuxnamiz ham kafilcha qilib chiroyli qilib qo'yganlar. Trezamiz akvaplast qilingan, reshetka qilingan. Qadrdonlar, yana bir marta aytaman, agregatimiz ham bor. Qadr bilan qadrdonim. Kvartiramiz narxini qancha deysiz? Bitta like bo'lsang, yana yo'qqa kelishib ketaveramiz. Like bo'lsizmi qadrdonim? Kvartiramiz narxini 23500 deb baholaymiz. Yana ozgina zazorchasi bor savdolashga. Bemalol narx bilan kelishsak bo'ladi. Bizning obzorimiz sizlarga ma'qul kelganimizda like bosishni ayamang. Teras agentsiyada obuna bo'lishingiz mumkin qadrdonim. Bu obzorimni shu maktab teritoyasidan, Pirodaskiy tomonidan yoki Tojmal restoran tomonidan kvartira qidirib yurgan do'stlaringizga tarqatishlaringizni so'rab qolaman qadrdonim. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bitta tarqatasiz, like chapapsiz bo'lsangiz qadrdonim. Omona dunyoda omon bo'ling. Feras agentsiyada obuna bo'lishni unutmang. Bizning obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastga raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqsangiz so'rab qolamiz. Sog'liqni tashlang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz ketdik.